tabiiy o'zimizni kollagen vырабатывать qilishi 25 yoshdan keyin sustlashishni boshlaydi. Kollagenlar birinchi ichki organlarimizni, suyaklarimizni восстановить qiladi. Kerakli joyga birinchi boradi. Kollagenlarning xillari ko'p bo'ladi. Kollagenlar shunaqa bo'lishi mumkin. Tabletka usulidagi kollagenlar. Mana bu tabletka usulida. Bunda biotini bor. Teringiz, ichki suyaklardan tashqari sochga ham tez ta'sir qilishi uchun. Shunaqa kollagenlar bor. Jeli, tabletkaga nisbatan kukunli jeleli kollagenlar tezroq ta'sir qiladi. Agar sizlar uy sharoitida tabiiy kollagen xohlasanglar, oddiy molni oyog'ini qaynatib tashab, to'kib tashab, yaxshilab 7-8 soat qaynaydi va unga обязательно limon, 2 tami 3 tami limonni suvini siqib yuborsanglar, bilasizlar, vitamin C bo'ladi bu. Kollagen vitamin C bilan juda ham zo'r so'riladi, shuni hisobiga tezroq ta'sir qiladi. Bu hech qanaqa reklama emas. 1 yil davomida уже jelili kollagenlarni juda ham ko'p ichaman. Storieslarimda ham har kuni qo'yaman. Qanaqa kollagenlarni ichayotganimni juda ham mazasi zo'r. Qachonki sizga yoqib mazasi zo'r kollagen ichsangiz, tez so'riladi organizmga. Mazasi bemaza bo'lsa, harakat qiling o'shani mazaliroq nima bilandir qo'shib ichishga. Men nimaga bu ma'lumotlarni sizlarga beryapman? Sizlarning organizmingizga qanchalik vitaminlar yetarli darajada bo'lsa, yuzinglar ham shunchalik yosh, chiroyli ko'rinadi va bizani protseduralarimiz ham kimlardir hech qanaqa vitamin ichmaydigan, o'xot qilmaydiganlarga bir oyga ham yetmaydi. Organizmiga ham o'xot qilib yurgan ayollarimizni bizani muolajalarimiz yana ham yoshartirishga yordam beradi. Sizga bu ma'lumotlar qiziq, sahifamni har doim kuzatib boring. Storieslarda ham, postlarda ham men sizlarga kerakli hamma ma'lumotlarni berib boraman.